Tasavvur qiling, malika futbolchiga oshiq bo'ladi, ammo u "Yo'q, rahmat" deydi. Ispaniya malikasi Leonor Gaviga qattiq qiziqadi. Hatto unda futbolchining rasmlari to'plangan alohida papka ham bor deyshadi. Jahon chempionati 2022-yilda uning otasi, Ispaniya qiroli, jamoa kiyim almashtirish xonasiga kirgan. Sababi oddiy, qiziga Gavining avtografli futbolkasini olib berish. Ular keyinchalik Yevro 2024-yil g'alabasi bayramida uchrashishdi. Qirol hatto Gavini jarohatidan keyin finalga shaxsan taklif qilgan. Ammo eng qiziq joy shu yerda. Agar Gavi malikaga uylansa, u rasman shahzodaga aylanishi mumkin edi. Lekin bunday holatda unga bir narsadan voz kechishga to'g'ri kelardi: futbolni abadiy tark etishdan.